Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. RT agentligiga harbiy muxbir Ivan Polyanskiyni frontdan turib ma'lum qilishicha, Pokrovsk va Kupyansk 5 kundan keyin Rossiya nazoratiga o'tadi. Boisi Kupyanskda harakat qilayotgan 121 va 1486 polklar 6 noyabr kuni shahardagi yana 50 ta binoni tozalashga muvaffaq bo'ldi va ayni paytda Kupyanskdagi Ukraina armiyasi shaharning sharqiy qismiga chekingan holda jangni davom ettirmoqda. Zelenskiyni Kupyanskda bor yo'g'i 60 nafarga yaqin Rossiya askari qoldi deya bergan bayonoti esa yolg'on. Harbiy muxbir Ivan Polyanskiyga ko'ra, Zelenskiy o'z xalqi bilan birgalikda Yevropadagi Kiyev rejimini homiylarini ham aldamoqda. Negaki u frontdagi mag'lubiyatga aloqador bo'lgan aniq faktlarni e'lon qiladigan bo'lsa, Kiyevga Bryusselning yordamlari shu zahotiyoq to'xtatiladi. Harbiy muxbir Ivan Polyanskiyning yakuniy xulosasiga ko'ra, Kupyansk va Pokrovsk frontlaridagi ustunlik Rossiya tomonida va Ukraina mudofaa uchun tanlagan noto'g'ri taktikasi sabab juda yirik qurbon bermoqda. Ukrainaning hafta ko'zgusi agentligini Pokrovsk fronti bo'yicha bergan axborotlariga ko'ra esa, shahardagi Kiyev qo'shini harbiy yordamdan Rossiya tomonidan butunlay mahrum qilingan va Rossiya armiyasining razvedka batalyoni Pokrovsk shahriga olib boradigan so'nggi yo'lni ham o'z nazoratiga oldi. Bu esa qo'shinni to'liq qurshovga tushib qolganidan daraklik beradi. Endi Trump va Putinning tarixiy uchrashuv to'g'risida Viktor Orbanni bergan intervyusiga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanni 6 noyabr kuni Magyar Nemzat agentligiga ma'lum qilishicha, Rossiya va Qo'shma Shtatlar rahbarlarining uchrashuviga bir necha masalalar to'siq bo'lmoqda va o'sha masalalar o'z yechimini topishi bilan Trump bilan Putinni urushni to'xtatishga xizmat qiladigan muzokara sanasi aniq bo'ladi. Viktor Orbanni bildirishicha, hozirda Rossiya va Qo'shma Shtatlar delegatsiyasi aynan shu masalalar yechimi ustida hamkorlikda ishlamoqda va Orbanga ishonilsa, Putin bilan Trampni Budapeshtda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan uchrashuvi Ukraina urushiga butunlay nuqta qo'yadi. Magyar Nemzat agentligining Viktor Orbanning intervyusiga izoh berishicha, Qo'shma Shtatlar Rossiyani, xususan Putinni Ukrainaning 4 viloyati bo'yicha shartlarini qabul qilmoqchi va tabiiyki bu shartlarni bajarilishi, aniqrog'i Rossiyaga 4 viloyatni rasmiy tarzda berilishi urushni to'xtatishi aniq. Endi Chexiya parlamentidan Ukraina bayrog'ini olib tashlanishiga oid Kiyev uchun fojiaviy ahamiyatga ega axborotga yuzlanamiz. Bild agentligining xabar berishicha, 6 noyabr kuni Chexiya parlamenti binosidan mamlakat deputatlar palatasining yangi rahbari Tomio Akamuraning buyrug'iga binoan Ukraina bayrog'i olib tashlangan. Bu esa Chexiyani Ukraina urushi bo'yicha pozitsiyasi o'zgarganidan daraklik beradi. Chexiya parlamenti deputatlar palatasi raisini bildirishicha, bundan keyin Praga Kiyevga harbiy yordam yetkazib berishni to'xtatadi va bu boradagi Yevropa ittifoqining barcha dasturlaridan chiqadi. Boisi Ukrainani qurol bilan ta'minlash urushni yiriklashtirishga xizmat qiladi xolos. Tinchlik uchun esa Tomio Akamuraga ko'ra, Praga Kiyevga gumanitar yordam yetkazib berish yo'lini tanlaydi. Bundan xulosa shuki, Chexiyadan endilikda Ukrainaga hech qanday snaryad va raketa yetib bormaydi. Qurollar o'rniga Praga Kiyevga oziq-ovqat va kiyim bosh beradi degan gapdir. Endi Polsha prezidentini Zelenskiyga e'tiroziga to'xtalamiz. Diqqat bilan eshiting. Rech Pospolita agentligining axborotiga ko'ra, 6 noyabr kuni Polsha prezidenti Karol Nawrocki o'zini slovakiyalik hamkasbi Peter Pellegrini bilan uchrashuvda Ukraina borasida kutilmagan bayonot bergan. Karol Nawrockiga ko'ra, Varshava Kiyevga qancha harbiy yordam bermasin, o'z qiziqishlaridan va muammolaridan voz kechmaydi va Ukraina Don masalasida shuningdek, Volyn qirg'ini qurbonlarning eksgumatsiyasi masalasida haliyam Polsha oldidagi o'z majburiyatlarini bajargani yo'q. Karol Nawrockiga ko'ra, Zelenskiy hozir ham Polshadan shikoyat qilishdan to'xtagani yo'q va u Varshavani bundan keyin Ukrainaga harbiy yordam berishiga loyiq emas. Rech Pospolitaga ko'ra, Karol Nawrocki o'zini bu bayonoti bilan Zelenskiyga Varshavani Kiyevga abadiy yordam dasturidan chiqish mumkinligini eslatib qo'ydi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz
kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.